Assalomu alaykum jigarlar. Videoni ko'rishdan oldin like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Bugungi sizlarga berib o'tadigan ma'lumotim bu salonni filtr bo'ladi. Avtomashinaning salon filtri haqida. Xullas, bilasizlar, Markaziy Osiyo va o'zimizda respublikamizda hozir anomal issiq kuzatilib boryapti va shuni hisobiga konditsionerli mashinalar hammasi barchasi deyarli konditsionerni yoqib yurishadi. Xullas, men sizlarga aytib o'tmoqchi bo'lgan ma'lumotim salonni filtrlaringiz agar o'zidan badbo'y hid chiqaradigan bo'lsa, o'sha konditsionerni yoqqaningizda yoki yaxshi sovutmaydigan bo'lsa, albatta salon filtringizni ko'rishni tavsiya etamiz. Nimaga desangiz, chunki bizda havo juda ham rasvo, changlik havo bo'lganligi sababli o'sha salon filtri tez zabita bo'lib qoladi. Biz buni yechimini topib qo'yganmiz akalar, ko'rishinglar mumkin. Salonni filtr, воздушный filtr barcha Chevrolet va o'sha inomarkani ayrim mashinalarga bor. Xullas, kimga kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Buni har 5 minutda alishtirishni sizlarga tavsiya etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga salon filtrlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.